Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana Gamerlar kanali. Bugun men o'sha hammaga aytib yurgan yashirin bitta PvP uchun bitta normal kit yig'ib RTPga qo'yib ketaman. Bas obunachilarim uni oladi RTPda. Koordinatalarni ham aytib ketaman. Debug kuchi bosib. Lekin hozir F3 o'chirib qo'yganman. Hozir o'tgan safargi anonimda videoyimda F3 ko'rsatib qo'yuvdim. Shuncha narsani uxlamaslik uchun shu qol F3 o'chirib qo'ydi-da. Men tikili sizlarga qat tushundim. Bu bizada spawner bor. Hozir bu yerda region bor. Plus shunqol qo'yib qo'ygan. Nimagadir meni qo'yish desam qo'shmadi. Hozir. Mana bu mana plus bu meni ba'zan meni shunqol ekan. Men tamam anaqa narsalarim bor. Rosa terganman. Bo'pti, xullas sizlar uchun hozir men davay mana bunaqa olamiz-a. Yani nima olsam ekan sizlarga? Davay bitta yolmog'iz tuxumi, yolmog'izdan foyda qilasizlar, davay. Qo'yildi. Yon uzr qotayotgan bo'lsa, ming bor uzr, o'zi shundan qotayotdi. Mana sizlarga yana asal tozalagich va ko'rinmaslik damlamasi. Video sal kamroq bo'ladi, 15 minutcha bo'ladi. Kechirasizlar, chunki o'zi YouTube qo'ymayman deyapti 15 minutlik videolarda, 15 minutdan baland bo'lsa qo'ymayman deyapti o'shanga. Mana bitta Blaze Road nechta qo'yayim ekan? Davay mana. Biz mana shuncha qo'ydim. Shunqol kelmadim hali. Mana bitta tabu ko'raylikchi. Yo'q. Biz yo'q ekan shunqol qidirdim. Bosil. Ha bo'pti. Hozir bizga clan storage kerak. Clan storage kerak. O'shanda bir ikkita aslahalar shunqol bilan qilib qo'yganman. Mana protection, respirator protection, mana blast protection. Men bol keyin mana qilich, it qilich qaranglar. Bir ikkita olmos davay non va bir ikkita. Ikkiga bo'lamiz buni 16 ta zumrad qoldi nima sizlarga? 16 ta debman. 12 ta edi hammasi. Xo'sh, men ham kerak. 2 ga bo'l. 2 ga bo'l. 2 ga bo'lin. Bo'lmas ekan bu 2 ga. Xo'sh, bo'linar ekan. Endi seni ol, seni bu yoqqa sol. TNT. Dinamit seni. Mana shuncha dinamit sizlarga. Mana endi har shu 10 ta obunachi kelganda, 20 ta obunachi kelganda biz mashina kit tarqatamiz. Mazza. Mana qaranglar. Plus shunqol nimagadir bultor, ana mega bultor kirgan yo'qotib qo'yibdi. Mana bitta nima bolalar qo'yib tashagan. Bo'pti. Yana nima qo'shsam ekan? Namincha? Voy, sehrlangan oltin olma. Oltin olma esdan chiqyapti. Sehrlangan deb. Zombini tuxumini ham qo'shaymi? Zombini tuxumi. Nima bo'lsa bo'ldi, sizlar uchun hech narsani ayyamayman. Zombini tuxumini ham qo'shaman kerak bo'lsa. Sizlar uchun. Bu xuma sizlar like bilan obuna bosinglar bo'ldi. Like bilan obuna uchun biz shuncha narsa tarqatamiz. Qochalaringga. Bilas men bularni hozir tuxumlarni Castle-dan topgandim. Bularni endi mana bu bitta mashina ozgina qolsin deb yashasin deb mana shu yoqqa uyga olib kelganman. Shunqol plus ikkitasini o'ldirib tashladim nimaga? Kerak emas deb. Keyin o'zini o'ldirdim keyin. Nimaga o'ldirasan? Clan storage. Men bunaqa hozir. Mashinaqa hozir biz damlama tayyorlab olaylik, ko'rinmaslik. Tez ko'rinmaslik damlamasini tayyorlab olaylik. Uning uchun bizga marinatlangan o'rgimchak ko'zi kerak. Auksiondan sotib olamiz bo'lsa. Auksion. Bittasi 500 ga ani tuxum sotadi. Nima edi nomi? Shalker tuxumi 500 ga. Antiga 500 ga. Shoninglar mazza qildim. Bitta oldim 500 ga. Bitta mana bunaqa tuxumdan 500 ga sotadi. 15. Namincha 5 million, 50 million qo'ymoqchi bo'lsa kerak. Xo'sh, bizga marinatlangan o'rgimchak ko'zi kerak. Yo'q. Bosil. Bu mashina nima ekan? Bu cherry boltdan yasalgan-ku. Ichida mana nimadir solinganini o'ylabman. Voho, qadar qo'shdi. Mana temple ham solib ketaymi sizlarga? Davay, temple ham solib qo'yaman. Trim bitta.
Meni olmas bilan ko'paytirib olasizlar. 55 qancha ekan? 8 million bo'lmaydi. Aytgancha ba'zi bir klanga qo'shilaylik deb yozyapti. Obunachilarning ulkan boshida bittasi yozibdi. Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, uzr qo'sha olmayman-da sizni. Shunqa qo'shma, balkim imperator bo'lsa-chi yolib ketadi bizani. Miydi, balkim grif qilib ketsa-chi bazamizani deb endi qo'shma deb yotibdi endi boydan beri. Uzr kechirasiz. Shunga qo'sha olmayman-da. Yo'q, ma'rifatlangan o'rgimchak o'zi. Xafa bo'lish yo'q kerakchi. Shu ma'rifatlangan o'rgimchak o'zi yo'q. Video 5 minut bo'lib ketibdi. Bo'pti. Hozir ma'rifatlangan o'rgimchak o'zini topsam, sizlarga aytaman, to'xtayishim qo'rqdim. Yo'q ekan. Bo'pti, ani yasamaymiz, bo'pti. Night Vision ham beraymi sizlarga? Night Vision yasab berayim. Bo'pti, yasayman. Qochilaring. Vaqt yetmaydi-da. Bo'pti, bizga hozir sanduq kerak edi. Sanduq kerak. Sandiq emas, sanduq kerak. Mana 8 bosamizda. Biz mana shu inventarimdagi hamma narsalarni sizlarga qo'ldiraman, faqat o'zimning qilichim bilan sahalardan tashqari. Opani. Asal tozalagich ishlatib olsam mendan masayib, xuddi hozir yana o'lib qolishi mumkin. RTP. Totem ham qo'yaman sizlarga. Spawnda anonimda totem bor edi. Ha, nimaga qidlayapsan? Qidlovchi emasman men. Nimaga qidlayapsan-a? Eshak. Dinozavr bolasi endi. Yoshligida dinozavr bo'lgan. O'lsin, vaffi o'yinchilar ko'p o'tdi. Orqamda futbolyontasi turibdi. Qotitgan bo'lsa uzr yana bir bitta. U mana totem. Totem bor bizda keluvchi. Mana xullas, mana shu narsalar, aslahalar ham sizlarga keluvchi. Maza qilinglar mana davrimda. Kommentga rahmat yozib qo'yinglar. Yuzimni ko'rsataymikin-a? Xo'sh. Video qisqa bo'lsa mendan masay. Kim bu? Biza spawn bo'ldik. Mana koordinatalar ko'rib turibsizlar. Koordinatalarni ko'rgan bo'lsanglar, hozir bizga mana sandiq bor. Demak, bu yerda o'yinchi bor qototdi. Xullas mana shu qo'ydik. Xullas mana qaranglar. Mana bu tosh. Toshdan keyin mana bunaqa pastga 1 2 3 4 blok pastga qaziymiz. Narsalarni solamiz endi. 31 zo'r videodan kesib tashlayman iloj bo'lsa. Mana mana sfera. Mana hamma qilib qo'yaman. Koordinatalarni ko'rgan bo'lsanglar bo'ldi. Yo, hozir yana ko'rsatib qo'yaman. Hozir koordinatalarni. Xullas, kelinglar hozir koordinatalarni ko'rsataman. Mana bunaqa gulga o'rab qo'ydim. Mana shu o'rtasida 4 blok pastga tushasizlar koordinatalar. Mana 312 -312 ga 70 694. Mana shu koordinatalarga kelasizlar. Do'stlar, mana shu koordinatalarga kelasizlar, ko'rib turibsizlar. Mana bu yerda Y, H, Y, Z turibdi. Belgilab bering sizlarga. Hozir belgilab beraman. Mana shu koordinatalar. Yuli, koordinatalarni ko'rib oldinglar. Endi Minecraftda noob bo'lmasanglar, mana shu yoqqa kela olasizlar. Hozir klan home qilaylik-da. Muhim koordinatalarni bosib olmaslik kerak. Klan home. Xullas, mana shu yoqqa men berkitib qo'ydim. Barcha narsalarni.
Mana o'sha boyagi kitni to'xtaydi mana buni. Sal bundoq qilamiz-da. Bosildi. Delikativ qilamiz bo'ldi. Yo'q, sen kerak, sen tut. Saqlanit. Xullas, yana ko'proq bir 50 ta obunachi bo'lsak, meni kiyimimdagidek set yig'ib beramiz biz. Shunqolik qilamiz. Xullas, mana shu koordinatalarga kelaverasizlar. 316 ma shu o'sha koordinatalarga bo'lsanglar, bizani uyga ko'rasizlar. Zo'rgina. Uy deb bani. Anularni. Nima deydi? Plus kit ko'rasizlar o'sha yerda. PvP uchun, survival uchun zo'r kit. Bo'pti, like bilan obuna esdan chiqmasa, men har doimgidek bu videolarga like and subscribe qilaman. Plus like bilan obuna bosinglar. Iltimos. Men ham mana bunaqa zo'r bo'lib kuchayib ketaylik. Hech kim like bosmaydi. Aktiv ham. Biz qachonki 50 ta obunachi bo'lsak, men mash kiyimimdagidek mana mashi setdik berib olaman. Mashinaga set berib olaman sizlarga. Kiyimimdagidek shu bo'lsa. Agar 50 ta obunachi qoldi. Biz hozir 20 ta obunachimiz. Davay like bilan obuna bosinglar. Mana shu videoga 10 ta like kelsa, men yana kit tarqataman. Hammaga xayr, sizlar bilan yana o'sha mashhur emas, u bir oddiy gamerlar kanali bo'ldi. Hammaga ko'rishguncha. Xayr.